Turkiston metroni shundoq yonidan yaxshi variantimizga chiqqan. Shundoq mana shu metro bo'ladi. 2 xonali, umumiy maydon 60 kvadratlik yaxshi remonti bilan yaxshi xonadonimizga chiqqan. 4 qavatli domimizning 3-qavatda joylashgan. Narxi 71900 o'rtoqlik. Ipoteka qilib olsanglar ham bo'ladi. Juda ham srochna, metroning yonidan ko'pchilik yuqitiradi. Xuddi shunaqa variantimizga chiqqan. Главный podyezddan kirish eshigimizda o'ng qo'lda o'zining stroyli garderobniklari bor. To'g'rida mana spalniy xonamizni ko'rayotganinglardek. Spalniy xonamiz ham kattagina. Hop, chap qo'limizda kattagina mana zal xonamiz, remontlari ham yaxshi holatda ko'rayotganinglardek. O'ng qo'limizda kuxnyani joyini bitta kichkina detskiy spalniy qilib qo'yishgan ko'rayotganinglardek. 2 xona, 3 xona qilingan. Bu yoq tomonimizda buni ko'rayotganinglardek hammomimiz joylashgan bo'ladi. Sanuzel razdelli, hammom tualet alohida bo'ladi. Bu yoq tomonda mana hojatxonamizni ko'rayotganinglardek. Bu yoq tomonda kuxonniy zonamiz mana. Kuxonniy zonamiz ham juda ham sifatli, chiroyli mebellar ishlatishgan ekan. Bu yoq tomon mana tapchanli zona qilingan ko'rayotganinglardek, hamma yoqda akvaromlar bor. Hamma narsa obi-tobida qilingan ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyada 2 xona qidirayotgan tanishlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosib esinglardan chiqmasin. Har doimgidek uy-joy sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.